Esselamu aleyküm, ekele, ükele, dostlar. Musafirde yürüyen eke ükele, pervaz eke ükele, hemme sağlık mı, aileler tinç mı? Berden bakıvat mısınız? Horozda zor mu? Zor bulaversin, çempiyon bulsun. Eke ükele, bugünkü videomuz dem alış video kılalı bitti. Keserliğe çerçedi bir vardı bu eke ükele. Hazır şu hemen cücelerimi delege koyamam, hazır koyuşum gerek. Fırsattan faydalanıp bir video kulup alamiz aka-ukalar. Bir qiziqqan odamlar uchun bir dam olish videosida jo'jalar tomosha qiling. Hozir 3 ta xo'roz chiqarib qo'yganman dalaga. Jo'jalardan chiqaramiz hozir. Aka-ukalar, hammasi zo'rmi? Oilalar tinchmi? Zo'r bo'laversin. Şu kecha ham bitta video, undan keyingi ham kuniga ham bir video qo'yganmiz. Qirildi, pukildi haqida da'volarimizni aytdik. Yana shu to'g'risida savol ko'payyapti. Hozir videoni aylantirib yuboramiz. Ayki, bular juda ham bir yaqinni bularni bu yoq tomonga chiqardik. Dalaga hozir kattalar partiyani qo'yamiz. Mah, kira, beriga. Mah. Texra etilimiz yurtdik haq bo'lishini. Bu yerdan bexavotirman nimaga deganda. Bularni texra etilib bor, xudoy. Bular katta jo'jalarimiz. Endi xo'rozlar turibdi, qo'rqibroq chiqadi endi bular. Mah. Aka-ukalar, bular chiqmadi. Mana bu yerda xo'rozlarimiz turibdi-da eldida sekkada. Mana qo'rqib chiqmadi. Endi buni kirib chiqaramiz o'zidan. Qani, period. Qani. Korktuk şunu. Çüş. Period. Anlatayım. Oh, kepter bola. Ketsin gel şu anartayına koyamam da mı? Allah halas. Şu bu yoq tomonga tushirmayman da bu bedani payqon qilib tashlaydi bu. Aka-ukalar. Narkovuchimizdan bir ko'rsatib beradi. Bu zo'r narsa natija ko'rsatib turibdi bu hozirgi kunda. Xudo xolasa endi buni aka-ukalarimiz o'yinini so'rab turibdi. Va shu issida o'ynab bo'lmaydi endi buni kuzda xudo xolasa.
Endi bir suya katsın deb turibman-da buni. Hali o'ta yosh narsa. 10 oyda to'ldirib endi 11-oyga qarab ketdi-da. Aka-ukalar yosh narsa. Endi Taysonimiz bilan. Xullas kelamda. Xudo xolasa kecha yangilik ham bo'ldi. Namanganga sotgan jo'jamiz o'zidan juda ham bir katta ko'rinib turibdi. Boqilgan narsaga yuborganlar. O'zi hanjardi zotidan u boqilmagan, shunda ham 10 minutda urgan. Xullas. Telegramga tomosha qilsangizlar bo'ladi. Telegramning silkasini kommentariyani boshida qo'yaman aka-ukalar. Yangi zotlar ham kelgan. Yana Shamo, Zolotiska Shamo, uni ham ko'rsatib o'taman hozir. Bediga tushsa bo'lmaydi buloqa. O'ch. Kesh. Bu yoqda shunchalik o't bor, kelib shu yerga tushadi xarob. Shunda yur, ana teyinda. Oh, молодец. Aka-ukalar, Samarqanddan kelgan Chubotimiz. Juyamiz chiqarsam yana kirib olibdi bular. Chiq. Va dalada yuranglar, keyf qilib. Ey jonim, rohatim. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Yana toza yangi zotlarimiz keldi. Shularni ko'rsatib o'ting. Aka-ukalar. Tak 1 2 3 5 tane da ular. Bu Shamo, Zolotiska Shamo. Bunun atası 6 kilo xo'rozi. Mekani 4 kilo 250 gram mı? 200'den ziyad ular. Yangi zotlarimiz aka-ukalar. Xudo xolasa buni kul shamomiz bor, tashqarida yurgan kul shamoga qo'shiladi-da bu. Baquvvatga baquvvat. Xullas. Aka-ukalar. Aka-ukalar, qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Ana katta jo'jalarimiz analar teyine kirib ketdi. So'lka qilishdi, iloji bo'lmadi. Sog' salomat bo'lasizlar. Yanagi videolarda diydor qilib uchrashguncha Allohga omonat.